Nexus 3 avtomobilni olib qo'yganmiz. Bunda ham klapning kuyishi kuzatilgan. Nexus 3 avtomobilni olib qo'yganmiz. Bunda ham klapning kuyishi kuzatilgan. Endi galovkasini ko'tarib buni bir qator ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz. Galovkasini ko'tardik. O'sha aytganimizdek bitta silindrda klapni normalnik qisilib kuyib qo'ygan. Mana ko'rishlaring mumkin. Tak qolganlarida, misol uchun 4 dan boshlanayotgan bo'lgan. Mana 4-silindr birinchi klapni. Xullas, endi buni ginezdosi yaxshi o'xshayapti. Ginezda o'zi chiqsa o'zi qoladi, yo'lmasa bir dona alishtiriladi-da, qolganlari klapini alishtirib, saroshka petrika qilib qayta yig'ib beradi. Xudo xolasa, ginezda qoqilsa ham yaxshi ginezdo keramika qattiqroq deb qoqib berishyapti. Xudo xolasa xizmat qiladi. Galovkamizni remont qilib kelindi, chiroyli qilib, xudo xolasa, o'sha kichkina tarafga ponni 8 ta ginezdo qoqishgan, keramika ginezdo. Legrovkalarni qilib, raspri va podgollarni qilib galovkamizni yig'ib tayyorlab oldik. Bag'da esa mashinamizni o'ta ham bir holati, motor qismi o'ta ham yomon edi. Bir qator chiroyli qilib mo'yka qilib, qo'limizdan kelgancha. Endi galovkamizni bosib, bag'da avtollari, antifrizlari, germetika, filtrlari, salnilari, galovkasini bosib, seplarini qo'yib metkada raspirvallarini xullas boylab, bu yerda mana klapanli razmerlari bo'ladi. Chiquvchilarda 4 ta klapanni 25 qilib beramizda, qolganlari esa 20 ga bo'ladi. Nimaga aynan 4 tasi deydigan savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Ko'p videolarimizda yoki ko'p ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotgan videolaringizda klapan kuyishi, birinchi silindrda ikkita klapani, 4-silindrimizda ikkita klapanidan ko'proq qisilishlar bo'ladi. Xo'p, nimaga endi shuni kattaroq qo'ygan sababi qolganlarga nisbatan tezroq cho'kib qolmasligi uchun uni razmerini 25 ga qilib qo'yganmiz. Hozir mana qo'limizda ikki xil shuk bo'lsa, mana bunisi 25 ekan, bunisi 20. Xo'p, mana bu yerga 25 solamiz, birinchi klapanga mana 25 o'tyapti, ikkinchisiga solamiz o'tyapti. Endi mana bunga solsa 25 o'tmaydi. Chunki buni razmeri 20. 20 chap pilisi bor. Atak bo'laveradi, yaxshi. Kiruvchilar ham xuddi shunaqa 20 ga qo'yilgan razmerlari. Xudo xolasa suvlarini, yog'larini quyib, joy-joyiga qatra hammasini qo'yib oldik. Akkumulyator o'tirib qo'ygan ekan. Endi birinchiga qilib yurgandan keyin bitta sizlarga suvda test o'tkazib, oldingi va keyingi holatlarni bitta eslatib qo'yaman. Akkumulyatorda birinchiga qilib, mashinamizni yurgizdik. O'chirdik ham. Avtolarning kamini kuyib, suvlarning kamini ko'rib, xullas mashina yaxshi yurdi. Sizlarga ham bitta ko'rsatamiz. O chek yonib qolibdi. Chekni kompyuterda o'chirib qo'yiladi. Akkumulyatorda sug'urib ham qo'ydik. Bir minutcha. Baribir chek o'chmadi. Aybini kompyuterda chiqadi, xudo xolasa. Mashina yaxshi, bir tekisa tiniq ishlab turibdi. Xudo xolasa. Aytganimdek, bitta suvda olib ketib o'tkazamiz. Xudo xolasa bir tekisda ishlab turibdi.
ko'rishlari mumkin. Kelgan holatda esa mashina yaxshi chiqdi, egasiga uzoq yillar xizmat qilsin. Va yana bag'i endi bunaqa bo'lgandan keyin bunga qarab tag'in o'sha qandaydir bir qo'libdi ish nimada işte. Hayot. Baribir endi yaxshi bo'lamiz, baribir yaxshi o'tsa kerak.